Rais bu, alakani itidek qishloqda har bitta chekkasiga sango urmasdan g'uncha qilib xonangizda o'tirsangiz bo'lmaydimi? Iblos. Men mahallada yurmasam, ana oladi. Ketingmen hal qiladim. Indamasdan qisib, orqamdan yur. Gap yo'q rais bu. Men sizni bilardim. Просто bir sinab ko'rdim-da. Ah meni toychog'im. Bir qo'shuvchisi bir seni baxtib ketini ko'ydirar ketini. Vay iflos bu yana qaydan oldi ekan? Mashina? Yangi mashina oldim. Qani, ketingiz yonyaptimi ketingiz? Men mashina olganimdan emas, siz ketingiz yonganidan maza qilaman. Ha iflos, shu mashinang juvanmay bo'lib ketsin, sen kuyganingni ko'rib men maza qilay. Rais bu, bu yerda nima bo'lyapti? Ha, iploslar. Qoni qo'shni bo'lib turib, ha, shu xorami mashinani deb Rais, g'uncha qilib deyormang. Payti keladi, men ham g'unchaga qilib qo'yaman. Ey, yur tez. Hey, iploslar, qoni qo'shni bo'lmay o'l. Shuni ayting rais bu. G'uncha qilib turing. Yo bo'lmasa o'zingiz hal qiling. Aqlingiz yetmagan narsaga jim turishni o'rganing. Xo'p bo'ladi rais bu. O'zingiz hal qiling. Menga qara Toshmat. Shunaqa iplosmisan? Qo'shningni ket yonsang narsa qiladigan. Iplos, qarang basharasi aytib turibdi. G'uncha qiling deyapman. Rais bu, uzr. Menga qara Eshmat. Shunaqa xoramisan? Shu qo'shning mashina olsa keting yonadigan. Xoramida qarang basharasi aytib turibdi. G'uncha qil deyapman. G'uncha gap tushunasanmi? Senlarda ota-bobong qo'shni bo'lib kelgan. Ota-bobongga o'xshab bir-biringni ketingni yondirib, kuymasdan bir-biringga oqibatli bo'lsang, o'ylasanlar. Shunaqa aql bo'lish kerak, oqibatli bo'lish kerak. Bo'ldi. Rais bu, men tushundim. Ortiqcha gap kerak emas. Ha, iflos. Haqiqatan bu. Mashinani qaydan oldin? 30 ga kirib, 50 ga kirgan men hali mashina olganim yo'q. Cho'ta yomg'ir yog'yaptimi? Havo ochiq. Ketimga qaydan suv teyapti? Nima qilyapsan hozir? Rais bu, onu mashina olganini ko'rib, ketiz yondi-yu, o'shanga azoblanmang deb turib, bajar vazifasini bajaryapman-da. Menga qarang. O'zi parosatingiz kam ta'minlangan. Unga ortiqcha nagruska berib, borni ham o'ldirmang. Meni xo'rlormang rais bu, men ham odamman. Men ham sizga yaxshi bo'lsin deyman. Rais bu, qishlog'imizda tarakan gruppasi chiqibdi. TikTok, Instagramlarga video qo'yib, qishlog'imizda parod qilyapti ekan. Qishlog'imizda tarakan burga gruppalari ko'payyapti ekan. Sen qayerga qarayapsan? Qo'lingizda oling rais bu. Siz meni hammani oldida parod qilganingizdan qishloqda hatto kuchigan bir teng olmay qo'ydi. Yo'q, men hal qilmasam hech kim hal qilmaydi. Yana alakanitida sanqaymiz deysan. Mana ko'rdingmi? Qishloqda g'ami meni bosimdi. Rais bu, qishloqdagi yoshlarimizni tarbiyasini mana menga topshiring. Menga topshiring. Shunaqa tarbiyalab qo'yayki, qishlog'imizdan buyuk siymolar chiqsin. Hey! Sizga topshirsam yoshlarning tarbiyasini, kelajagimiz rasvo bo'ladi. Undan indamasdan orqamdan yuring, tushundingizmi? Raisga yaxshilik ham yoqmaydi. Rais bu, mash problemamni hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Voy Teshovoy, rais bu hamda problemang bilan vaqtlar yo'q. Ular yoshlarning tarbiyasi bilan. Sabr qilib turing, g'uncha qilib turing. Men hali gapirmadim. Qani gapir Teshovoy. Rais bu, qishloqdagi hamma do'konlarda so'z qilmoqda. Dadam hamma so'zini sotyapti. Dadam mashi oyoq kiyimga so'z solib zeritirdilar. Nima qilay? Toshpo'lat bu ham qishni g'amini hozir yozdan yeb olibdilar. Shuni sen problema qilib olib keldingmi? Hey, g'uncha qilishni hech o'rgata olmadim-da senga. Hey, u qishni g'amini o'ylamabdi, Toshpo'lat bu. Uylanaman deyapti ekan, uylanaman. Voy inam. Menga qara Teshovoy. Shu otangni uylab qo'ysang o'lasanmi? Ertaga men otang bilan gaplashaman. Bor sen ishingni qilaver. Bo'pti bo'lmasa, men ketdim.
Tarakan gruppasini Rais olib bor, rais olay. bor. Duo qiling, dadamga mashina olgandi. Mashina oldim. Hey, qishlog'imizda ham yaxshi xabarlar bo'lar ekan-ku. Ertalab ta'mir haming mehnimga chiqardim. Men o'zing duo qil. Sen bizni duo qiladigan ish qilib qo'yibsan-ku. Yo'q, rais bor. Dadam siz ustozingiz bo'lganlar-ku. O'zingiz birga topshirib bosh bo'lmasangiz bo'lmaydi. Rais bu, sheda ham ketingiz yonyaptimi? Ha, bitta duo qilavering. Yo o'g'lingiz befarosatligi esiga tushib qoldi. Menga hadib sakrorma. Oyoqlaringda kesib qo'yaman. Embahlab yuradigan bo'lib qolasan. Muallim, bu qanaqa mashina? Qaydan topding buni? Rais bor, bu o'zimizdan chiqayotgan traktor-da. Traktor? Dadangizga traktor sovg'a qilyapsizmi? Parod qilaverma meni, parod qilaverma. Buncha qilishni o'rgatganman senga. Ey rais buva, hammani oldida parod qilavermang. Yo yoshligingizdagi Rahim Cho'p-cho'p laqabingizni hammaga tarqataymi? Ha bo'lmasa, it semirsa egasini qopadi degan gap bor-da. Rais buva, o'zimdan ketib qoldim-da. Ha, Rahim. Sen ham odam bo'lib qolding-a? Men ketganimdan keyin mahallaga rais bo'lib yurarding oldimda, yangi tug'ilgan qo'ziday. Sher bo'lib qolsa hamma ishiga aralashib. Yo, ustoz, assalomu alaykum. Ustoz, bir qoshiq qonimdan keching. Ustozlarni ko'rish buyuk amal. Men ozgina Rais buvamni ham tuxul oladiganlar bor ekanmi? Menga qara. Mono burun. Nafas uchun, hid bilish uchun ishlatiladi. Birovlarning ishiga borib tiqish uchun emas. Seni ustingdan jalba tushyapti. Yo nima? O'zimda ishimga qaytaymi? Yana qattiqroq ishlang. Hok poyizda olay ustozimni ustozi. bo'ldi rais buva. Qayta baralashmayman. Men ham mahalla yaxshi bo'lsin deyapman-da. Sizga o'g'lingiz mashina olib kelibdi. O'shani bir hal qiling, parod qilmang meni iltimos. Ey rais bu, sizga aytgan tarakan gruppa mana shu bo'ladi. Agar shu qilig'imizni rais buvam bilsalar, ketimizni gullatadilar. Hozir men aytganimni qilmasam, men og'zingni gullataman. San'at qurbonlik talab qiladi. Tarakan nomini dunyoga tanitamiz. O'yna. Yoshlar tarbiyasini menga bering desam bermadingiz. Endi borib o'zingiz shug'ullaning. Shu raislikdan shuncha haromxo'r meni faoliyatimni to'xtatmagan. Shular to'xtatadi ishqilib. Rais buvam kelyaptilar. Ha, ketimizni gulbara qiladilar. Nima qilishyapsan? Otang o'ynaganmi bu qo'shiqqa? Yo, onang o'ynaganmi bu qo'shiqqa? Qishlog'imizning nomini pozor qilyapsanlar. Bu qachongacha biz mana to'rtta katta devorda qamaysiz? Biz ham dunyoga tanilaylik. Tarakan guruhini dunyoga tanitamiz. Hali senlar dunyoga tanilmoqchimisanlar? Men hozir shunday uraman. Ini ham tanimaydigan bo'lib qolasanlar. Yoshlar, pozor qilganlaring yetadi hammang. Bittang anaqda mashina talashasan, bittang menangda ring tang tanga o'ynaysanlar. Qishloqda obro'sini kim o'ylaydi? Kim? Rais bu. Bular kechirim so'raydi shekilli. Siz qishloqda bor ekansiz, it ham tanilmaydi. Assalomu alaykum do'stlar. Andijon viloyati Shahrixon tumaniga tashrif buyurganmiz. Fayzli uyimizga Muhammad Yusuf akamiz mikrofon qilib beryapti ekanlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Xudo xolasa Andijon viloyati Shahrixondagi mikrofon xizmatimiz ham qizg'in davom etmoqda. Xonadonimizga 2025-2026 trend bo'layotgan oppoq alkafon fasonimizni xudo xolasa qilib beryapmiz. Ish jarayonlarimiz ketyapti. Bu yerga bitish holati qanaqa bo'lishini ham xudo xolasa ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Akalarga aytamiz, qo'yib qo'yasizlar xudo xolasa. Xo'p, xonadon Rahmat. Ama zo'r chiqibdi lekin. xonadonimizda hatto lesamizgacha o'zimiz olib kelib xizmatlarni olib boryapmiz. Narxlarga to'xtaladigan bo'lsak, 120 ming so'mdan 140 ming so'mgacha xizmatlar amalga oshirilyapti. Agar siz ham xonadoningizga tunuka qilmoqchi bo'lsangiz, barcha xarajat ichida albatta usta xizmati, qo'yinka, reyka, samaris tunukalari ham ichida akalar, xudo xolasa xizmatlar amalga oshirilyapti.
bemalol quyida raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Qanaqadir savollar bo'lsa ham bemalol quyida raqamlarda Telegram, WhatsApplar bor aka. Bemalol aloqaga chiqsa, xudo xolasa qo'ldan kelgancha telefonlarni bitkizib beramiz. Tunikafon qildirmoqchi bo'lgan aziz kuzatuvchilar, Muhammad Yusuf akamizga murojaat qiling, biz 100% kafolat beramiz.